Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size gacırızı. Leksiya sözleşten evvel bir gün geç çıkıp aldım vatandaşlardan afo sorayman. Şundaklı bugün leksiyanın 5'de vaziyet doğrusu bir cümle söz Hindistan'ın prezidenti Azer çevrada talaş tartış bulup atkanlar hayırlarını közden köçürüp Oruç Xitay yarlı kılıç doğrusu da çakırık kıldı. Yaki armiyadan talep kıldı. Endiki mavzumun da hürmetli vatandaşlarım. Amerika Qo'shma Shtatlarının yuqori darajalik amaldorlari Jungoga shiddatli iqtisod urush e'lon qildi. Janjaddan orqadilla bu harakat aqlona harakat dedi mavzuli xabar 8-oyning 18-kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tahrir ilovasi Amerika Jungoga embargo yurgizmoqchi bo'ldi. Bu harakat bütün diqqatni qo'zg'ayotgan bir paytda Prezident Trumpning maslahatchisi Jungoga qattiq pozitsiya bilan muomala qiladigan bu maslahatchi bir nafar muxbirga suhbat bayon qilganda bundaq ko'rsatdi. Amerika Jungoga iqtisod urushi qo'zg'aydi. Bu radikal fikr har qaysi taraflarni cho'chitib o'tdi. Lekin mutaxassislar uning Jungoga qo'llangan taktikasi foydali dedi. Universal matbuotlar 8-oyning 18-kuni xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning yuqori darajalik maslahatchisi Oqsaroyning taktika belgilaguvchisi Steve Bannon Amerikada nashr qilingan Liberalistlar jurnali Amerikaning nazari jurnalining tahriri Robert Kostnerning bütün telefon ziyoratini qabul qilganda bundaq ko'rsatdi. Jungoga ochgan iqtisod urushi hammani belgilaydi. Biz bu nuqtaga shiddat bilan nazar og'dirishimiz lozim. Agar biz taraf, ya'ni Amerika taraf davomli ziyon tortaveradigan bo'lsa, 5 yil yoki 10 yil o'tmay biz bu burilish nuqtasiga kelib qolamiz. Shuningdan keyin biz qaytib bosh ko'tara olmaymiz. Bu to'g'rida siyosat sohasida nurg'un mutaxassislar Steve Bannonning ko'z qarashiga qo'shildi. Iqtisod sohasida Jungo Amerikani dumbalayotdi. Lekin Amerika hukumati bilan Amerika shirkatlari ko'p yillardan beri hech qanday zarba bermadi. Steve Bannon yani bundaq ko'rsatdi. Bularning hammasi ularning, ya'ni Jungoning barliq yozma hujjatlarida gavdalandi. Ularning, ya'ni uning qilayotgan ishlarida hargiz tanib olmaydi. Ular o'zlari qilayotgan ishdan hargiz tanib olmaydi. Bizning ishimizning birisi, ikki davlatning biri 25 yil yoki 30 yil o'tgandan keyin cho'qim zomagarga aylanamiz. Agar hozirgi yo'lni bo'ylab ketaveradigan bo'lsak, ular ya'ni Jungo g'alaba qilgan davlatga aylanadi. Washington Post gazeti Jungo siyosati mutaxassisi Jennifer Harrisning ko'z qarashini naql keltirdi. Bu xonim dediki, garchi ajoyib bir ish bo'lsin, men Steve Bannonni to'g'ri deb hisoblayman. O mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident George Walker bosh davrida Jungo siyosati yaxshi sada, yaxshi kayfiyat yuz bergan siyosat edi. Ya'ni bosh apandi Jungoga yaxshi sada, yaxshi muomala qilgan, yaxshi kayfiyat bilan muomala qilgan siyosat edi. Bu plandagi ishmo emas edi. Jungo iqtisod ishlari mutaxassisi Janjaddan mundaq hisobladi. Steve Bannonning Jungoga zarba berishi oqilona harakatdir. Va obzor qilib mundaq dedi. Tarixchilar bu mazgilning tarixini eslaydigan bo'lsa, Jungo nemishqa Amerikaning aqliy mulk mahsulotlarini o'g'irlaydi deb o'ylamaydi. Balki Amerika nemishqa o'zini qo'g'damaydi deb ichi pushadi. Janjaddan tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. 2017 yili kech kuzda Jungoning 19-qurultayi chaqirildi.
Agar Jungo'nun reis Xi Jinping bilen Amerika'nın münasebeti ciddileşip, ciddilik örlep ketadigan bolsa, o köp narsalarni uqtirib yutadi. Bu to'g'rida Haris xonim ko'rsatdiki, Jungo 19-qurultay ochilishdan burun Jungo Amerika qo'zg'an iqtisod urushidan o'ch oladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Obama Asiyo Tinch okean ishlari bo'yicha maslahatchi Ivan Madaras mundaq ko'rsatdi. Obamaning Asiyo Tinch okean ishlari bo'yicha maslahatchisi Ivan Madaras mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika şirketlerining bozorga kirishini cheklayotdi. Jungo bo'lsa intayin ko'p turgin yo'llar orqali Amerika bozoriga kiryotdi. Sonliq ma'lumotlar oshkorildiki, o'tgan 2 yil ichida Amerikaga bevosita mablag' solgan Jungo shirkatlari 4 hissasiga yetdi. Amerika shirkatchilar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi iqtisodshunos Gerik Soros qattiq gap qildi. Men faraz qildimki deydi bu tadqiqotchi xodim. Amerika Jungo'da iqtisodiy islohot boshlangandan beri eng qattiq savdo harakati boshlaydi. Navbatda Amerika Jungo'ga intayin qattiq savdo harakati boshlaydi. Endi biz sizlarga tushuncha beraylik, hurmatli vatandoshim. Steve Bannon Prezident Trump'ның yuqori darajalik maslahatchisi edi. Bu kishi yuqorqi so'zni yuqorqi jurnalning muxbiriga bayon qilgandan keyin 8-oyning 18-kuni vazifasidan ayrilib, Oqsaroydan chiqib ketdi. Demak, tashqarida va bizning nazarimizda Steve Bannon Jungo'ga qattiq qo'l siyosat qo'llanishni tashabbus qiladigan kishi edi. Lekin bu kishi 8-oyning 18-kuni vazifasidan ayrilib, Oqsaroyga chiqib